Azizlar, oq dog', ya'ni vitigoni kelib chiqish sabablari va uni davosi haqida gaplashamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qiling va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Vitigo, ya'ni teridagi oq dog' nimaga paydo bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Umuman teriga rang beradigan hujayralarning nomi melanin deb ataladi. Ular o'zidan melanin degan pigment ishlab chiqaradi. Melanin pigmenti bizda terimizga rang beradi va uning asosiy vazifasi quyoshdan himoya qilish. Vitigoda aynan mana shu melanin nobud bo'ladi yoki immun hujayralar tomonidan bloklab qo'yiladi. Shuning hisobiga melanin pigmenti chiqmasdan terimizda oq dog'lar paydo bo'ladi. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchisi irsiy moyillik. Ayrimlarda irsiy moyillik tufayli ayrim genlar o'tishi mumkin. Ana shu genlar tufayli oq dog' paydo bo'ladi. Hammada ham emas. Ikkinchi sabab melanitlarda oksidativ stress. Bu turli xil dorilar, kimyoviy moddalar, zaharlanishlar va hokazolar natijasida hujayrada zararli faol molekulalar to'planadi. Erkin radikallar boshqalar to'planadi va ular melanitlarning faoliyatini bloklaydi va nobud bo'lishiga olib keladi. Natijada mana bu melanin degan pigment ishlab chiqariladi. Uchinchi sabab xavf signali, ya'ni stress tufayli melanitlar nobud bo'lishi mumkin. Bu turli xil hayotimizdagi stresslar va hokazolar. To'rtinchisi immun tizimini adashishi, ya'ni autoimmun proses deb ham ataymiz. Ya'ni o'zimizda immun hujayralarimiz, mana bu immun hujayralarimiz melanitlarni yot begona hujayra sifatida, dushman sifatida qarab unga hujum qiladi va natijada ularni nobud qiladi yoki bloklab qo'yadi. Va natijada oxirida melanin ishlab chiqarilishi kamayadi, pigment kamaygandan keyin o'sha sohada oq dog' paydo bo'ladi. Davosi haqida to'liq keyingi videolarda yoritib o'tamiz. Demak, kelib chiqishida irsiy moyillik, qanaqadir turtki, autoimmun jarayonlar muhim ahamiyatga ega ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lib qo'ying, qiziqarli